Assalomu alaykum vatandoshlar. Bu kanal Retro olami. Bu yerda siz butun O'zbekiston bo'ylab eski unutilgan videolarni ko'rasiz. O'tmish kayfiyati, haqiqiy nostalgiyani birga his qilamiz. Bir paytlar qanday yashaganimizni eslaysizmi? Unutilgan kadrlar, yo'qolib borayotgan xotiralar, qadriyatlar, hammasi mana shu yerda, bizni kanalimizda. Bu kanal O'zbekiston Retro olami desa ham bo'ladi o'rtoqlar. Eslaysizmi o'tgan kunlarni, o'tgan davrlarni, yoshligimizni? Biz tug'ilganimizdan beri bilasizmi, 1 dan 30 yoshgacha bo'lgan vaqt juda ham ba'zi paytlarda asta va ba'zi paytlarda esa juda ham tez o'tdi. Endi esa 30 yoshdan ham o'tib qoldik. Endi 30 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan vaqt juda ham tez o'tadi. Hurmatli o'rtoqlar, agar siz eski davrlarni sog'insangiz, albatta bizni kanalimizga obuna bo'ling. Chunki men sizlar uchun butun retro olamini, ya'ni eski davrlarni yig'ib qo'yganman. Birgalikda ko'ramiz. Men bilan meni olamimda kanalimni kuzatishga tayyormisiz? Albatta, bir vatandoshingizni qo'llab-quvvatlashga tayyormisiz? Unda obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. Og'ajon, ishoning, shunaqa retro videolar bor, ko'rib yig'lab olasiz. Shunchaki yig'laysiz. 14-aprel kuni Xorazm va Buxoro viloyatlarida chang aralash kuchli shamol kuzatildi. Marhamat, videolarni ushbu kanalda ko'rishingiz mumkin. Bravo, shamol. Vallahi görsem miydi bu? Mashinangiz bo'lsa, uylaringizda, shuningdek bir daraxtning tagida turgan bo'lsa, shu yerdan olib qo'yinglar, do'stlar, qaranglar. Kuchli shamol bo'lib turibdi, yana sinib tushgan shu yerdan. Shuningdek mashinangiz ustuna tushib, mashinangizni bir shikast yetkazishi mumkin, o'zingizga bir ko'proq quloq tushirishi mumkin. Shundan avayli bo'lasizlar, do'stlar. O'zingizni asranglar, bizlarga podpiska, like bosishni unutmanglar. Xorazm va Buxoro viloyatlarida kuchli shamol va bo'ron ko'p hududlarni egallab oldi. Uylarning tomlari uchib ketdi. Xuddi bir Buxoroda bunaqa havo bo'lmaydiganga o'xshab, Erondan shamol kirib kelyapti deydi. Yo'q ketdimlar pagodaga qo'shildi. Siz shankozan bo'lib ketdilar.
Dahshat, buni qaranglar, shunaqa chang tumani osmonni qoplab kelyapti. Ko'ryapsizlarmi? Birinchi marta bunaqasini ko'rishim. Mana shu osmonni qoplab yopilib kelyapti. Ishonilmaydi. Dahshatli. Daraxtlar qulab tushdi. Ko'p parniklarga zarar yetdi. Videoda ko'rib turganingizdek ko'chalarda chang, to'zon, bo'ron. Bu ne bu chang bu do'stlar. Bu ne bu ahvol bu voy. Shofyor og'alar iloji boricha daraxtlarning taglarida, shiprlarning taglarida yoki shunga o'xshash qurilish obyektlarini atrofida mashinalaringizni qo'ymanglar. Hozir shu o'rnida turgan daraxtning ustidan turgan mashinaning ustidan daraxt ketib qoldi. Mashinalarni olib turib qilinglar. Tabii afet ya. Derekim ısındı şamalla. Yok buraların değil. Oho. Ne var tavır? Ne var rahatsız koy. Şamalcanlığı tuttudan şunu hesabına. Ellemem adamdan kellesine düşmeyenler şükür. Bu oddiy shamol emas, bu haqiqiy sinov. Ko'chalarda kuchli chang, to'zon, shamol yuzaga kelib, odamlarning harakatlanishi qiyinlashdi. O'rtoqlar, barcha videolar Retro Uzbro kanalida. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Xorazmda shunday bir ahvol. Nima bo'lib turibdi? Daraxtlarga qaranglar, uchib yotdi-ku bu. Industriya tushib ketmasa bo'ldi. Bernida ne oldu? Bu şamal bu. Vay. Panikler uçuruldu. Paniklerini. Dereklere kadar dereklere bir şey kalıyor. Vay. Topla yok. Kamagan mı vay. Paniklere kadar vah. Şamal bu yattı bu. Vay. O geldi bu. Tornado geldi mi ya? Amerika dağında. Silahlı adam şunu değil mi? Vay. Ya vapsını düşünüyorsun doktor biraz. Ulan bir yanına çıksam ağacağını getirip bıraktım. Yatılıp gittiler biraz. Vah. Değil mi? Şöyle attı şöyle. Burası da toplatma ayarlarından ne zaman toptattım bunu sonra. Bak tamam parası onu da koy. Yok öyle bir şey var.
Велосипедden mi gider? Kelinkan qo'y. Hurmatli do'stlar, agar kanalimizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, kartalarimiz donat qilishingiz mumkin. Rahmat. Sizni donat qilganingiz bizni ijodga qaysidir ma'noda ilhom bag'ishlaydi. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.